Xo'p, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Toshkent tumani Toshkent postidan greta 3 kilometr yo 3,5 uzoq 4 kilometr kirganda bit Ko'ksaroy desa ham bo'ladi, Ko'ksaroydan kirsa ham bo'ladi. Shunda Shamsabod Oltintepa masjidining oldidan kirib kelganda shunaqa domimiz bor. Domimizning birinchi etaji, как oldin kottej desa ham bo'ladi, korpusli. Hovlilar juda fayzli, barakotli bo'lib turibdi. Okamiz bedanalarga ham qiziqar ekanlar, hovlilarni chiroyli qilib qo'yibdilar. Xo'p, sotaga 0.61 ko'rturibsizlar, hovlilarni chiroyli qilib qo'yganlar. Bu yog'ini bemalol zahvat qilib foydalanaverasizlar, hech kim olib qo'ymaydi. 0.61 sotiq deyiladi, ya'ni yarim sotu, 3 xonali bitta kottejimiz, domimiz sotuvga qo'yilib kirib kelganimizda bu yerga bitta balkon, o'zida oshxonasi qilingan, ko'rib turibsizlar. Kirganimizda bitta yana bitta koridorcha, kacholari qilingan. Bu yerda bitta zal. Zalimizdan kirganimizda o'ng qo'lda o'zini tualet hammom razdelli, ko'rib turibsizlar. Xo'p, bu yo'ldan chiqqanimizda esa kichkina koridorcha. Koridorchadan to'g'riga yana bitta kichkina spalniyamiz. Bu yo'lda ham yana bitta ko'rib turibsizlar, remotlarni chiroyli qilib qo'yibdilar, yana bitta spalniyamiz. Xo'p. Bu xonadonimiz o'zi boshqa yaqinlarimiz ham reklamaga qo'yishgan. Buni 51 ming dollarga qo'yishuvdi. Egalariga juda ham pul zararligi uchun narxini yana pasaytirishdi. Narxini 47 mingga tushirib qo'ydik. Kelib tez savdosini qilib oladigan joyi. Bu yerda kanalizatsiyalari bor. Kanalizatsiyadan suvdan muammo yo'q. Suv kanalizatsiya постоянный bu yerda o'ra qilinmagan. Kimga shunaqa arzon joylar kerak bo'lsa, tez kelib savdo qilib oladigan joyi. Yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Manfaatli bo'ladigan umiddamiz. Arzon shunaqa joylar qidirib yurgan aka-ukalarimizga tezda tashlab qo'ysanglar manfaatli bo'ladi. Kanalga obuna bo'lib qolishingiz esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.